Assalomu alaykum. Sizning undiklaringiz kirib bo'lgan bo'lsa, masalan, kimnikidir 10 ta shu ish bilan shug'ullanayotgan, kimnikidir 5 ta, har xil tovuqni tuxumidan qo'yganingiz ma'qul. Agar siz tovuqni tuxumidan undiklarga bostirayotgan bo'lsangiz, burama, qizil, sariq, pataki har xilidan ochirsangiz, bozorga borganda sotish osonroq bo'ladi. Bir xil qora rangda ochirsangiz, hamma ham klient bo'lavermaydi. Jo'jalaringiz Xo'raz makiyani, jo'jalarni, undikka ochirgan jo'jalaringizni Xo'raz makiyani 1,5 oyda o'zi alohida bilinib qoladi. Xo'razi tajlari chiqib, makiyani alohida bo'lib qoladi. Avval tovuq boqmagan bo'lsangiz, bu sizga kerakli ma'lumot. 1,5 oyda jo'jalar alohida bo'ladi. Mana qarang, 1,5 oylik jo'jachalar. Agar siz jo'jalarni har xilidan boqsangiz, ochirishni o'zi har xilida ochirsangiz, qizil, sariq, chipor, har xil rangda, har xil bo'lsa, burama, oyog'ida pati bor, ana bularni bozorga sotish osonroq bo'ladi. Chunki hammani didi har xil. Bir xillar qora tovuq oladi faqat tuxum uchun. Bir xillar sariq oladi, bir xillar qizil oladi, bir xillar chatish, yapanchaga o'xshaganlar oladi, bir xillar faqat xo'roz boqadi. Hamma har xil tovuq boqadi-da. Bir xillar xo'roz olmaydi, faqat makiyan boqadi va tuxum qilib, uni tuxumini sotadi. Bir xillar xo'roz oladi va xo'rozni go'shtlikka tayyorlaydi. Lekin bitta narsa borki, hech qachon go'shtga reklama shart emas. Har doim, har qanday faslda, har zamonda, masalan, avvalgi zamonlarda ham tovuqlar tuxumlari bo'lgan va go'shtlari yaxshi sotilgan qadim zamondan. Bundan buyog'i ham xuddi shunday. Agar siz go'sht sohasini tanlasangiz, tuxum sohasini tanlasangiz, shuni o'rgansangiz, hali yosh bo'lsangiz agar, shu sohani o'rgansangiz hech qachon ziyon qilmaysiz. Qarang, har xil tovuqlar. Agar bulardan undiklarga qo'yib ochirsangiz, bozorga ketishi yaxshi bo'ladi. Kimgadir qizil, kimgadir sariq, kimgadir xo'rozlar yoqadi. Hamma har xildan olib boqadi. O'shaning uchun agar sizning undigingiz juda ham ko'p bo'lsa, iloji boricha har xil tovuqlarni tuxumidan ochiring. Sotishingiz oson va qulay bo'ladi. Mana bunday tovuqlardan agar boqayotgan bo'lsangiz, bunday tovuqlar juda tez kurk bo'ladi, jaydari tovuqlar. Yapanchalar ham juda tez kurk bo'ladi, olib boqib ko'ring.